Pожалуйста. Алло. Он святой. Oh. 45 zaryadga adapterimiz bor. Oq va qanaqa rang bu? Qanaqa rang? Kulrang aralash. Titan rang. Men sizda chexol chiqdi, menda chiqmadi. Nimaga? Og'ziga o'xshagan av. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi videomizda Samsung A17 smartfonimizni va Redmi Note 17 smartfonimizni solishtiramiz. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib Yarik obzor qilib beradilar, ya'ni Samsung A17 ni. Keyin esa men Redmi Note 17 ni obzorini qilib beraman. Qani bo'lmasam, ketdi. Xo'p, smartfonimizni ochamiz. Har doimgidek Samsung такой приятный qog'oz bilan упаковка qiladi. Yaxshi boshing. Juda ham ajoyib. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, korobkamizda o'zini dokumentlari bor ekan. Ko'ramiz. Chexoli chiqmaydi, afsuski. Yoki chiqarmikan? Yo'q, bunda chexol yo'q. Dokumentlari bor ekan. SIM karta portini ochish uchun yenachasi bor ekan. Anaqasi yo'qmikan USB? USB yo'q, chunki bu og'ziga o'xshagan av. Hazillashdim o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar, bitta korobka, smartfon. Bu yerda ko'rib turibsizlar, zaryadka, chexol umuman yo'q. O'shaning uchun smartfonni o'zini yoqtiramiz. Uni siz boshlab turing, men sekin akkuratni ochib turaman, qarashim. Хорошо. Xo'p, Redmi Note 17. Birinchi bo'lib bizda mana shunaqa chexoli chiqyapti. Mana hozir ochib ko'rsataman. SIM karta porti uchun SIM. Men sizda chexol chiqdi, menda chiqmadi. Nimaga? Chunki bu Redmi Note 17. Okay. Dokumentlari va silikonoviy chexol chiqdi. Mana. Ko'rdinglarmi? Hech nima bo'lmaydi. Mana shu sifat va sheta ko'p. Koreya bilan Xitoy farqini ko'ryapsizlar. Koreyskiy telefon Xitoy telefonlaridan ancha yaxshi lekin. Zato bular hamma narsasi bilan chiqarib beradi. Ajini sotib olib o'tiramiz. Zato Samsungda bilasizmi, ekrani necha Hz? Necha Hz? S26 Ultra Pro Max da bilasizmi qancha? Pro Max yo'q. O'sha Ultra-da. O'sha Ultra-da. Balkim Samsung Redmi'dan yaxshiroq deb men o'ylayman. O'rtoqlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Redmi zo'rmi yoki Samsung? Tirnoqlarim. Wow. Uxti, mana buni rangini ko'ryapsizmi? Nima deyapti rangi? Nima deyapti? Voy, bu aniq osmondagi yulduzchalar-yu. Kosmos bu, kosmos. Menda esa ko'k rang. Moviy rang deyiladi. Moviy rang. Endi men unaqa havo rang. ko'k rang. Havo rang bu. Ko'k rang. Ko'k bu yashil o'zbekchada. Yashil Ko'k nima? yashili. Ko'pchilik ko'k yashili ko'k deydi-yu. Ko'k, mana ko'k. Ne unda ko'k choy deyiladi? O, siniy choy emas-ku. O'rtoqlar, to'xtang. Bo'pti, obunachilardan so'raymiz, ko'kmi yoki ko'k yashilmi yoki yashil ko'kmi? O'shani kommentariyada yozib qoldiringlar. Oq qora bo'lib, qora esa oq bo'lib chiqsa-chi. Xo'p, men ko'ryapsizlarmi? Bu yerda siyoh rang, oq va qanaqa rang bu? Qanaqa rang? Va kul rang aralash. Titan rang. Yulduzlarni qarang. O'sha yoqdi menga. Asosiy kamerasi 50 megapiksel. Hozir buni yoqib ko'ramiz. To'xtang bilan yoqamiz. Mana shu bosib qo'y. Mana bosib. Meniki birinchi yonda. Voy, meniki keyin yonda.
Men xursand emas. Hozir meniki yutib ketib qolsa-chi. Yuta olmaydi. Aytaymi nima sizga yuta olmaydi? Chunki menda 305 va zaryadka adapterimiz bor. Chunki menda yo'q, pulsiz bizdingiz. USB bilan 45 wattli adapter ham qo'shib beradi. Sizda bormi? Yo'q, даже USB ham chiqmadi, qarang. Sharmanda. Xo'p, yonyapti. Sozlanmoqda. Endi o'rtalar smartfonimni jazor deya olmayman. Haddan to'g'risini aytish kerak, chunki bu smartfon byudjetniy smartfon. Buni o'ylash uchun yoki-da syomka uchun oladigan bo'lsanglar, bu smartfonni men tavsiya etmayman. Bu smartfon nimaga kerak desanglar, xo'p, kunlik ishlatishga, ya'ni WhatsApp, Telegram, Instagramda video ko'rish, YouTube seriallarni ko'rish uchun bu smartfon juda ham mos keladi. Yoki-da yosh bolalarga, o'g'lingiz bo'lsa, qizingiz bo'lsa, shunaqa smartfon olib bersanglar bo'ladi. Va undan tashqari, agar o'yin o'ynamoqchi bo'lsa, o'yin o'ynab bo'lmaydi. Bu telefonni faqat Telegramda o'qish yoki-da o'rtoqlari bilan gaplasha oladi. O'shaning uchun bu smartfonimizda menimcha to'g'ri keladi deb o'ylayman. Kameramiz 50 megapiksel va zaryadkamiz bir kundan 1,5 kungacha bemalol yetadi. Lekin alohida dizayniga keladigan bo'lsak, dizaynimizni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham xushamgina va juda ham chiroyli ishlangan. Ranglarni ko'rsanglar bo'ladi va kamera tuzilmasi tepaga 3 ta kamerasi bor. Dumaloq ekan. Dumaloq ekanda. Yonlari ham matvi, juda ham zo'r smartfon. Xo'p, Redmi Note 17 da displeyimiz AMOLED 6.9 dyuymli. Xo'p, batareyasi esa 7700 mAh batareya. Ayni sizniki meni byudjetimdan sal qimmatroq bo'lganligi uchun shunaqa plyus taraflari bor. Agar o'yin o'ynamoqchi bo'lsanglar, mana shu smartfonni olsanglar bo'ladi. Bitta zaryadlantirganingizda 2 kungacha даже yetib beradi bemalol. Rostdan. Darararam. Dararam. Yog'inchi mani. Xo'p, kamerasini ko'ramiz. Kamerasini ochib ko'ramiz. Mana kamerasini ko'rsanglar, voy, mana bu ranglarni tiniqligini. Rangini qarang, tiniqligini. Qarang siz. Nima? Siz menga konkurentsiz. Siz ko'ring birinchi rangini tiniq olishini. Samsung shunaqa ola oladimi? Hozir tekshiramiz. Tekshiring. Pro rejimi ham bor ekan. Wow. Lekin dahshat. Tiniqligini. Fokus meniki zo'r oladi. Ko'rasiz. Bu oddiy kamerada olingan. Bu portretda. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu oddiy kamerada olingani. Bunisi esa portret rejimida olingani. Juda ham sifatli chiqqan. Gap yo'q. Shaxsan men o'zim bunaqa rezultat kutmagandim bu kamerasidan. Keling tekshiramiz. Mana ko'ryapsizmi? Nima? Ko'ryapsizmi? Ranglar uyg'unligi. Ranglar uyg'unligi. Hech ham emas. Meniki yaxshiroq. Sizga mana xira-chira mana ko'ryapsizmi? Tan oling. Tiniq. Tan oling. Mana ko'rsating. Qaysi biri rangi chiroyli, tiniqroq? Kommentarda yozib qoldiringlar. Ko'rdingizmi? Mayli. Tan oling. Yo'q, men tan olmayman. Meni ko'zim bo'yicha tan olish ham bir mardlik. Tan olmayman, chunki qanaqasiga siz odamlar tan ko'rib olasiz? turibdi-yu, siz nima Qanaqasiga bo'lsiz? tan olasiz? Siz misol uchun mana bu $100 desa, haqiqiyligini ko'rib turibsiz. Bu yerda fake $100 deyapti, siz qarab turibsiz-da, yo'q, mana fakeligini bilib turibsiz. Gap fake u yoq bu yoq emas, gap sifatda, bu sifatda. Sifat menikida yaxshiroq. Necha orqa kamerasi? 50 megapiksel. Yo'q. 50 Aniqini ayting menga. Aniqini. 50 megapiksel. Qani? ISO'si ham bor. Lekin buni OIS ekan. ISO'sizmi? Xullas o'rtalar baribir men o'zimni мнениямda qolaman. Mana qarang. Yorug'likka qarab turib, yorug'ligi ko'tarilyapti. Hamma telefonda bor bu narsa. Bunda boshqacha. Mayli. O'rtalar. Mana eng yorug' qilganda vashta zo'r ekan. Qani?
Maniki Aurora. Tan oling. Shu joyini tan oling. Maniki Aurora. Samsung ko'proq odamlarni o'ylagani o'zini. Endi Redmi'ni o'ylamaydi bariga. O'shaning uchun ko'rib qolmasin ishga. Xo'p. Demak, o'rtoqlar ko'rdinglar, ikkala smartfonimizni ham narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, 71lik 203 66 60 raqamga qo'ng'iroq qilasizlar yokida openshop.uz saytimizga o'tib, bemalol ko'rib narxlar bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi. Undan tashqari bizda barcha smartfonlarimizga 10 yil rasmiy kafolatimiz bor. Va ajoyib bonuslar ham qo'shib beramiz. Ajoyib bonuslarimizdan biri bu 365 GB trafikli sim karta va 3 oylik bepul Tvcom obunasi ham qo'shib beriladi. Bu juda ham zo'r. Albatta. O'rtalar, agar sizlarga obzorimiz yoqqan bo'lsa, solishtirganimiz yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar va Kimniki zo'r chiqibdi? Mayli, tan olaman, variantsiz smartfoningiz menikidan yaxshiroq, chunki qimmatroq. O'shaning uchun men aytdim, o'yinlarni o'ynamoqchi bo'lsangiz, bunaqa smartfon olinglar. Agarda budjetning yaxshi, har doim ishlatadigan, har doimgi Telegram, WhatsAppga ishlatadigan smartfon kerak bo'lsa, bizdan Samsung A17 ni bemalol olsanglar bo'ladi. O'shaning uchun agar sizlarga obzorimiz yoqqan bo'lsa, podpiska bilan like bosib qo'yinglar. Hammaga xayr, rahmat. Sog' bo'linglar. Urushib ketardiga sal qolsa. Mujik. Boba.